Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Eron ishlari. Mana bugun Eron ishimizda yangi obyektni terib bo'lgan mana qachon. Bunga 1 yil bo'lgan terib bo'lganimizga. Mana bu yangi obyektimiz. Hozir teryaptilar. Akajon bu narsaga qancha garantiya berasiz? Qarorchi bu narsa 200 yil, 100 yil javob garantiya bu Eron ishi bo'ladi. Nima desam yana? Bu gapirish foydasi yo'qdi. Buni bir kelib ko'rishingiz kerak, yo terdirib ko'rishingiz kerak. Bu narsaga 100% javob bera olamiz. Bu xona so'z bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Keyin akajon bu narsani narxlari nech pul o'zi skidkaga deyotgandingiz, qanday bo'ladi bu narsa endi? Men o'zim sotaman, bilasiz, bu narsa sizlarga beraman. Endi narxlari endi gaplashaylik, nima bo'ladi endi? Bu g'ishni sotib olish narxi 1400 dan o'zi skidga ketyapti. Yana qanaqadir savollar kerak bo'lsa, bemalol javob beraman. Albatta bu xona so'z ishlari bo'ladi do'stlar. Hozir mana bu obyektimizga terib bo'lgan 1 yil oldin. Mana bu ugullarimiz, soqillar, hammasi kafillarni o'zimiz olib berib, Erondan berganmiz do'stlar. Mana bir xil chiqqan hamma narsasi. Albatta aloqada bo'lamiz, pastda murojaat, telefonlarga aloqaga chiqamiz. Narxlar skidka narxlarda do'stlar hozirda.